bizni tilimiz qilishga o'xshaydi. Qalqonning bo'lmasa chekkaroq. Nasihat qilishlikka 40 yoshdan keyin haqqi bo'ladi. Musulmonni birodari. Uni tark qilib qo'ymaydi. Uni tashlab qo'ymaydi. Unga har doim yordam beradi. Tushunarlimi? Nima savol bor yana? Ustoz, savol bersam bo'ladimi? Assalomu Xo'p. alaykum. Savol berishdan oldin bir narsani iddao qilmoqchi edim. Maddohlikdan chekkada turgan holda o'sha Handaq va Ahzob voqealaridagi yahudlar qilgan xo'ylik endi bizdan chiqmaydi inshaalloh ustoz. Sodiqlik jihatidan. Savolim shuki, o'sha maqolani ko'rgandik. U maqolada 20 ta insonning ro'yxati bor edi. Unda Rasul Kusherbayev ham bor edi. U inson haqida fikrlarim boshqacha edi. Shuni so'ramoqchi edimki, u kishi ham o'sha guruhdami? Ya bugun men yozdim o'ziga ham, kecha bugun ertalab suhbatda ham aytdim, o'ziga xitob ham qildim. Kusherbayevni unaqa deb o'ylamagandim men ham va bildimki, Kusherbayev ham tayyorlanayotgan odam, millat qadriyati, millat haq huquqi degan gapni soyasida payt poylab yurgan odam demak. Agar tavba qilib uzr so'rab, men bilmasdan kayf holatimda yozib yoribman desa, balki uni to'g'ri tushunarmiz. Lekin yuqorida yozdim, asorat bilan shu gapga desa, demak zakaz bo'ldi. O'zi Ilyos qo'ygandan keyin darrov qo'yib, bularning guruhlari bo'ladi o'zi. Ana bizda ham mana shunga o'xshagan guruhlarimiz bor, bizga ochiq endi. Yopiq guruhlar bo'ladi. O'sha yerda maqola tashlanadi. Maqolani ko'rsangiz har bir-biriga o'xshaydi. Tuzilish shakli boshqasi. Kimdir tahrir qilib yozib beradi, kimdir o'z nomini orasiga ikkita jumlani qo'shadi-da, bir xil shaklda harakat qilishadi. Kamoliddin Rabbimov birga ekan bular bilan. Ilyos zotan provokatorni eng boshda o'tiribdi hozir. Bu Tashanov ozodlikda ko'p yillar tahlilchi bo'lgan. O'shalardan mandan nomma-nom sanab bering, men nima degandim degan kitobingizda faqat sifatlarni gapirgansiz. Nomma-nom sanang deganda ular ko'pda endi. Ularni qanaqa sanaymiz deb turdim. Alloh taoloning hikmatini qarang. O'zlariga sanattirib qo'ydi. Mana shu hodisa tajriba do'stlar. Jon Lokni o'qish shart emas. Shu tajriba shu. Ana shu tajribadan ko'ringki, o'sha ro'yxatga qo'shilayotganlarning 99% mana shunaqa odamlar. Zakaznoy odamlar. Kusherbayevni ham yozib qo'ydim, tagiga izoh ham yozib qo'ydim. O'sha Ibshir Mustafa Pasha degan odam o'tgan. 1609-yillar, 17-asr boshlari. Da shu odamning xotinini Ibrohim Deli Ibrohim degan Usmoniy podshohlardan bittasi bo'lgan, jinni bo'lgan. Jinni degani Deli. Shu o'shani xotinini olib kelib berasan menga deb Varvar Ali Pashoga xat yuboradi. Varvar Ali Pasho ki unga rad javobini beradi. Deydi, qanaqasiga deydi, bu nikohi bor xotinni senga olib boraman desa, unga keyin urush askar jo'natib taslim bo'lishni buyuradi. Taslim bo'lmaydi, askarlar unga qo'shilib ketadi, kuchayib ketadi. Keyin aynan Ibrohim Deli Ibrohimning tepasida Ko'sam sulton bo'lgan, adashmasam. Ko'sam sulton qilgan bu narsalarni. Ko'sam sulton keyin nima qilish kerakligini o'rgatadi. O'sha Ibshir Mustafa Poshoni o'zini chaqirib, qo'liga bir 30 mingcha askari berib, bor olib kelgin deydi. O'shani Varvar Ali Poshoni. Mustafa Ibshir Mustafa Pasha askar bilan borib, endi yuzma-yuz turadi-yu, o'tda unaqa tanka-manka yo'q, raketa yo'q. Yuzma-yuz qilich bilan, qalqon bilan urushadigan joy. Yuzma-yuz turganda birinchi ko'rishadi-yu. Birinchi ko'rishgani kelganda, men deydi, senga qo'shilgani keldim. Rahmat, xotinimni himoya qilding, nomusimni himoya qilding. Desa bechora anu Varvar Ali Pasha xursand bo'ladi endi, menga qo'shilyapti-ku deb. Askar bilan endi Deli Ibrohimga yurish kerak. Ha deb quchoqlab so'rashganda yondagilarga ishora qiladi, shart ushlashadi, oyoq qo'lini bog'lashadi, olib ketishadi. Keyin aytadi, "Ho, Dayusa akbar" deydi. Seni xotiningni nomusini himoya qilib shu Ibrohimga qarshi chiqdim. Qilayotgan ishingni qara deydi.
desak ko'p gapirma deydi, kallasini oladi. Kallasini olib borib Ibrohim oldiga tashlaydi. Keyin sadr azam bo'ladi. Oddiy pasha general bo'lsa, sadr azam vazirda vazir bo'ladi. Islom tarixida mana shu odamni Dayusi akbar deyilgan. Rasululloh dedim. O'sha yerda endi biroz anaqa qilib yozdim. Men sizni ayolingizni, qizingizni feminist bo'lishligini oldini olaylik. Bu Hamid Sodiq feministlarga musulmon qizlar qo'shilish kerak deyapti. Sizni qizingiz musulmon bo'lsa bunga qo'shilmasin deyapman. Dayusi akbar bo'lib qolyapsiz, sizni yozib qo'ydim. Menga aloqaga chiqmadi, chiqmasa ham kerak, chunki uni yopiq guruhlarda hech kim aloqaga chiqmasin deyishyapti. Ularning ichida ham bizni tarafimizdagi bolalar bor. Bular shunaqa harakat qilishyapti. Mayli, natija nima bo'lishidan qat'iy nazar, men aytamanki, Ibrohim alayhissalomga yoqilgan gulxanga bir tomchi bo'lsa ham suv ko'tarib boraman men, inshaalloh robbil alamin. O'chirish muhim emas, safim muhim meni. Butun dunyo qarshi chiqmaydimi? Men feminizmga qarshiman. Butun dunyo qarshi chiqmaydimi menga desa? O'zim yakka qolsam ham la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb o'lib olsam bo'ldi. Menga qizig'i yo'q. Boshida aytdim, men hech kimga suyanmayman, suyana olmayman. Suyanganimdan yeganman men. Suyanmaslikni suyanganlarimdan o'rganganman. Tajribam bor meni. Hech kim turmaydi yoningizda. Rob taolo turadi, bo'ldi. Bildingizmi shuni? Oldinga qarab ketilaveradi. Allohga suyangan musulmon yengilmas lashkar bo'ladi. Yengilmaydi u. Orqaga qadam bosmaydi, ketaveradi. Qadar o'qi aniq u. Fursat tugaganda tegadi. Ungacha birortasi o'q tegiza olmaydi. Mana men sizlarga tirik o'rnak sifatida aytyapman. Mendan o'rnak olmang-da, tirik tajriba. Tegmaydi, Alloh taolo tegma desa tegmaydi. Voy, tanimagan, ko'rmagan, bekinib olgan ana Abraham Moshkeyni Fransiyadaman degan joyga bordim. O'zim yakka, yonimdagi bola tijoratchi bolalar. Sportsmen bolalar ham emas yonimdagi bolalar. Men bilan gaplashib turib, qotil odam jo'natyapti. Jinoyatchilarga pul beryapti 5000 euro. Ikkita sportsmen, hani setkada urishadigan quloqlari sinib ketgan bolalar kelyapti. Bittasining gavdasi mendan baland. Qo'lida telefon kelyapti. Allohning qadariga iymon keltirgan odamga Alloh tashab qo'yadi deb o'ylaysizmi? O'zim yakkamanda bir qaror o'ylasangiz, ikkitasi kelyapti oldimga. Poylab turib bang etib qo'ydi-yu meni. Shundoq qildim, shundoq ko'zim oldan o'tib ketdim o'sha. Shamoli tegdi menga, shamoli. Bo'ldi, ikkinchi udarga ulgurmadi. Birdan sirena chaldi, Fransiya politsiyasi shundoq keldi, ikkalasini bangallab tashladi. Hani bittasi qochib ketdi yugurib, ikkinchisi sekin xalq orasiga kirib ketdi, hani bo'yi balandti. Ana bola bu trotuardan qochib, aylanib, narigi trotuardan kelyapti, men yo'liga chiqdim. Yo'liga chiqib turib, mo'ljallab turdim, to'xtadi keyin. Brat dedi. "Izvini, пожалуйста" dedi. Meni dedi, "Chort" dedi, "zakaz qildi" dedi. Men u chort bilan gaplashaman dedi. Faqat dedi, "Iltimos" dedi, "bu fransuzlarga ustimdan yozma" dedi. Yalinyapti ani bechara. Bu Allohning qudratimi yo? Nima ekina? Fizikaviy qanimadir bo'ldimi? Allohning qudrati birodarlar. Alloh taolo hech ham tashlab qo'ymaydi musulmonni. Hech ham o iymoningiz komil bo'lsin. Mata nasrulloh deganingizda yordam keladi. O'shangacha turish kerak. Yozmadimki, uni fransuz politsiyasi olib kirdi. Rosa uzr so'radim bechara. Chechenmisan, sen chechenman deydi. Kallang joyidami deyapman. Endi men ruschani zo'r bilmayman, etakcha chaqib gapiryapman. Sen musulmon bo'lsang deyapman, men musulmon bo'lsam, qara deyapman, ikkalamizni o'rtamizga fransuz tushyapti. Qiyomatda nima deb javob berasan? Endi qo'limdan kelgancha nasihat qildim. Shu do'stlar, suyanmaymiz. Kusherbayevga ham suyanmaymiz, hech kimga suyanmaymiz.